Uyg'ur xalqining faxrlik yozuvchisi Zordun Sabirning Şinjan Yoshlar O'smirlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Ana yurt nomli romani. Bu roman Biliqut shirkatida ovozga elinib, Biliqut to'rida anglatildi. U g'ujamni cho'ng bir zalga boshlab kirdi. Zalga harbiy mulkiy amaldorlar, baylar, savdogarlar, sovet konsuli, qazi kalan, alamlar, cho'ng ziyolilar to'lgan edi. G'ojam kirganda ko'pchilik o'rinlaridan turib hurmat bildirdi. G'ojam yuqoridan Nezarxon G'ojamning yenidan o'rin oldi. Hamma odam andishida, dakkuduk ishchida. Chunki hamma odam Shangdobanning majlis, ziyofat degan nom bilan odamlarni to'plab bir aql tutadigan, hatto shu yerda etib tashlaydigan mijozini yaxshi biladi. Mana hozirmi Chiyusining ilining eng cho'ng hukmroni, eng cho'ng beyi. Shahar garnizonining qo'mondoni. Uning podshohning podshohi degan laqabi bor edi. U oltin, qoral, apyun so'z qilib qaltis beyigan. U har qanday odamni setib ola oladi, har qandayga yana oladi. Xoliqnicha odam o'ltira oladi. Uning huquqi puli cheksiz. Şuna o to'limi qo'rqinchli. Yo'g'on bosh, semiz, bo'yni qisqa, shalangchash, qoshlari quyuq, ko'zlari bo'rtib chiqqan, bo'rti ko'tmak, tarlab maylishib o'tiradigan bu qeri ko'zlarini yumib o'tiradi. Belidagi qilish, tapanchasi, ikki mursidagi pagon, esil raxtdan tikilgan harbiychi kiyim uning qisqa bo'ynini tamoman yo'qotib, ikki pagon o'ttirsig'idan bosh o'rintilgandek qilib qo'ygan. Bu harbiycha jallod kiyimi odamlarga to'limi surlik, qo'rqinchli ko'rinadi. Xo'jam ichida bir nimalarni o'qib, lavay. Mingruy Jangjunmo bunchalik surlik emas edi. Bu bir g'oljir qavonning o'zi-g'o dedi u o'z-o'ziga. Chiyusining eg'ir qapoqlarini ko'tarib qarab qo'yib edi, Nezarxon Xo'jam so'z boshladi. Shangdoban olti buyuk siyosatni yo'l qo'ygandan beri dedi u yodi bo'lib ketgan so'zlarini takrorlab. Shangdobanning dono rahbarligida jamiyat taraqqiy qilib, ajoyib zo'r g'albalar qo'lga keldi. G'ulji zaminida Chiyusining Shangdoban janoblarining siyosatlarini sodiqlik bilan ijro qilib, Tumchi tarjima qildi. Nezarxon Xo'jam oq kostyumiga yarashgan galostukini pat-pat tuzab qo'yib, Shangdobanning Stalinning rasmi bilan belli esilgan rasmiga qarab, o'ziga yarashmagan xushomat talaffuzda Chiyusilingni, uning soddaligi, odilligi, donoligi va mehribonligini maqtadi. Orqadan Chiyusilingni yomonlab, uni zolim, vahshiy, zo'migar, qonxo'r deb tillab Shangdobanga xat yozganligi. Bu xat Junazirning qo'liga tekkanligi. Junazir g'oljaga odam avatib, Chiyusilingning ishlarini tekshirib, maxfiy material to'plaganligi. Bizning vazifamiz Chiyusilingni qo'g'dash ekanligi. Bu bir Shangdobanga sodiq bo'lish bo'lmaslik masalasi ekanligi qatorliq gaplarni qilib edi. Hekimбек Xo'jam ichida "Pa, Nezarxonmi yetilibdi. Men Hekimбек bo'lganda bunchalik chiroyli gaplarni o'rganolmagan" deb pichirladi. Arqadan Chiyusiling o'rindan turdi. U birinchi so'zini "Junazir degan ablah" degan gap bilan boshladi. O degan endi kompartiyaning boshlig'i Mao Zedongning enesi. Mao Zedong bizning dushmanimiz. O Shangdobanni yo'qotmoqchi, huquq tortib olmoqchi. Yaqinda texi Mao Zedong degan bu o'g'ri yangi pul chiqadi. Pulning kayniga osh Mao Zedong imzo qo'yibdi texi. O pul chiqog'ida qanchalik nimati? 4000 sar o'lk puli 1 yuanga tengmish. 160 Qashqar puli 1 yuanmish. Yuan degani shunchalik cho'nka. 1939-yili mana mush yil 2-oyning 1-kuni u yangi pul tarqitildi. Bugun 7 kun bo'ldi. 3 oygacha o'lk puli bilan Qashqar pulni osh yuanga almashtirib bo'lg'adakmiz. O'lk puli bilan Qashqar pulni yig'ib ko'ydirib atkedak. Chiyusilingning ovozi olatog'il chiqdi. U yenidagi Nezarxon Xo'jaga qarab qo'yib, texmi qattiq varqiradi. Junazir degan ablah Xo'jani yozgan odamlar bilan til biriktirmoqda. G'o'jida xoinlar to'la, samandek. Tozlash tugimidi. Nilqa, Kunas tog'larida qurolliq banditlar paydo bo'ldi. Ularning xo'riki tek sundirilmadi. Ular yo'qotilmadi.
Qashqar orqali Angliya qurollari qo'ljiga kelmoqda. Baylar pul chiqarib qurol setib olib banditlarga bermoqda. Zoyum tarqatsak ba'zilar dehqonlarga vabol bo'ldi. Baylar olsin. Dehqonlarning siliqi ko'payib ketdi deb qopshimoqda. Men Chiyosilangni haydib etmoqchi bo'lganlarmush o'ltirganlar ichidan bor. Ular o'zlarini ma'lum qilmasa, bizning qurolli qismlarimiz yuz xotiri qilmaydi. Zambirak, oyrupalar, tank bilan qurollangan garnizonlarimiz buyruq kutib turibdi. Hayt desaklar, qo'l shari qonga bo'yladi, tüp-tüz bo'ladi. Mening o'g'lim yaxshi niyat bilan bir qizni Urumchiga opirib o'qitay desa, o'g'irlar u qizni o'g'irlab ketdi. Men Chiyosilang ili xalqiga shundoq yaxshilik qildim. Maktab, doktorxona, banka, ot, qo'y fermerlari, zavodlarni qurdim. Savdo setiq kang yo'l echib berdim. G'o'ljida millatlar barobar, davlat xodimlari pak, olti buyuk siyosat kamkutsiz amaliylashmoqda. Texmini xiyonatchi, parxur, abiyun qurol savdosi qiladi. Dehqonlarga eg'ir siliq soladi, izdido deb xat yozib demish. Bu kompartiyaning tashviqotchilarining yomon niyat bilan qilayotgan og'dirumchilik harakatining bir qismi. Biz bu buzg'unchilarni qattiq tozaymiz, bostiramiz. U qilichini sug'urib elib, havoda pulantibdi. Zaldagilar alaqsada bo'lishib, taraf-tarafdan "Ya Allah, ya Allah" degan ovozlar anglandi. G'ojam ichida ilmi dehqonga bir parcha qattiq nonni qo'ymay talovat qilgan. Ko'chada nima to'la divona, yetimchi to'la, da'vogar to'la. Sen qaysi xo'rjanning dadini anglading? Izdaydig'ini oltin kumush, mol dunyo, chiroyli qiz. Sen adil bo'lsang, dunyoda vahshiylik qolmagan bo'lmamdi. Hey kasofat. Qaliching bo'lmasa, chag'liqli bir nima ekansan. Ko'chada har qanday sarang sendan aqlliq, dedi. Doim bo'lib turadigan bu xil yuqori qatlam yig'ilishi oxirida shaharda pat yaqinda bo'ladigan ishlar ustida ustillariga vazifa elib qaytqushlarning ifoda va'dalari bilan oxirlashadi. Bugunning vazifasi ikki edi. Biri Chiyosilangni yomonlab xat yozganlarni tutish. Buning usuli gumonliq odamlarni yig'ib so'roq qilish edi. Yana biri o'lka puli hisobiga 45 million sar qarz varaqini tarqitib pul yig'ish edi. Bu ish ishni bajarishda yig'inga kelganlarning har biri xizmat ishlashi kerak, vazifa ijro qilishi kerak. Ekinba xo'jam G'o'lja nahiyasidagi mingbegi, yuzbegilarni yig'ib, ularga dehqonlardan qarz varaqi pulini tez yig'ish buyrug'ini yetkazmasi bo'lmaydi. Yana har bir yig'in qatnashchisi o'z millati ishidan gumonliq odamdan 5 ning ismini Doban mahkamasining amonlik saqlash idorasiga ma'lum qilish kerak deyilgachga, G'ojamg'imi 5 nafar gumonliq Uyg'urni ma'lum qilish vazifasi yuklangan edi. Odamlar 5 tushgan, xuddi har biri yelkasiga 10 putluqdan tosh ortib olgandek eg'irtinib, Doban mahkamasidan untisiz mengishib ko'chaga chiqdi. Kalaskaga o'tirgandan keyin G'ojam o'g'liga "Qanday qilamiz, o'g'lim? Kanimga ishki sirtmoq selindi qo'lavay", dedi. Qiyinba xo'jam kulib qo'yib, "Xalqning bo'yniq selingini xeli bo'lgan edi, dada. Xalq chidasa bizmi chidaymiz? Bu sirtmoq oxir Chiyosilangning qavon bo'yniga yetkiladi", dedi. "Shundaqmi? Patroq bo'lsa-de. Pa, nimandaq insobi yo'q siling bu, ha? Kompartiya degani-chu. U qandaqroq balam? Sovet Bolsheviklar partiyasidek Stalinning yo'lini tutganmi? Ha, kambag'allarning yig'isini yig'laydi. Undaqda Chiyosining tilida shundaqmikin dedim. G'urjonning g'imini esa odil hukumatgan u. U degan partiya dada. Partiya degani hukumat emasmi, texi? Kelgusida hukumat qurib davlatga rahbarlik qiladi, dada. Kelgusi deganing necha yil balam? 5 yil, 10 yil ketadi, dada. Voy, anqcha biz xalq qirilib tugaydigan o'xshaymiz. Yan tut qilsa, yuzlab minglab Uyg'ur yo'qiladi degina. Bularning biz xalqni o'ltirmaydigan yili, kuni bormi balam? Bizni emas, boshqa millatlarni o'ltiryotdi, dada. Shangdoban Jiangjeshi va Yuanjiang avatgan qo'mondonning odamlarilar mingdan jiqni o'ltirdi ekan. Kim uning to'salg'i bo'lsa, shuni o'ltirdi-da.
tinchlik yo'qkan-ku bu dunyoda. Yevropada urush bo'lyapti dada. Germaniyadan Gitler degan biri chiqdi. U mu Yaponlarga o'xshash Italiyadan chiqqan Mussolini. Gitler Yaponiya uchun birlashib dunyoni so'ramoqchi. Voy, bizning g'o'ljini qaysi so'rakin? Ular buni Chiyosingdan yaxshimi, yomonmi bolam? O'xshash dada. Hammasini olabaytal degina bolam. Qiyumba xo'jam dadasining dunyodagi eng cho'ng urushxumar talvalarini G'o'lji Shangan Yamulning bosh yiqus lozungi Alabaytal laqim bar Niyoz lozunga o'xshatganini anglab, qaqaqlab kulib ketdi. Xo'jam balasining kulkisiga xafa bo'ldi. Eshak o'lsa quyruqining osti g'ejak tortibdi degandek, balam, bu kulkang nalaringdan chiqayotgandi. Qiziq o'xshish bo'ldi emasmi dada? Alabaytalga o'xshatdingiz. U hozir lozung emas-ku. Yana uni unutmabsiz-da? O lozung cheg'ida har kuni 5-10 odam uning zulmidan shikoyat qilib keladi, balam. Men uni dunyodagi eng cho'ng zolimmikin degan edim. U kichki degan-a, o'g'lim. Shunda, u kichki, u bir chumila. Yo'lvoz, sher, bo'rlar bor emasmi dunyoda dada? Ular uyga yetib keldi. Xo'jam o'g'lini to'nim yaxshi ko'radi. Uning yenidili bo'lishini orzu qiladi. Yur balam, men sho'li buyurtib qo'ygan, billa tamoq yeyli, dedi xo'jam o'g'lini mehmonxonaga boshlab. Kechda zavodlar yana ansiz huvlashdi. Nalardandir miltiq etildi. Xo'jam shuk bo'lib ketdi. Oyim bo'lsa hadab so'zlaydi, yig'laydi. O'g'liga Turpan ostonidagi qiziga, turmadagi Sirojiddinboy, Anvar Abdizlarga salomatlik tilab duo qiladi. Xo'jamning teniga chin qalbidan salomatlik tilaydi. Uning qo'lidan keladigan eng cho'ng ishmi shu edi. Ko'z yeshi, duo, yolvurish oyimning qo'lidagi birdan-bir quroli edi. Nezarxon xo'jam keldi, dedi xabarchi oldirab kirib. Lavay, dedi xo'jam o'rindan turib. Dotayning bu yoqqa qandoq qilib qadami yetdikin-a? Eli Uyg'urlarning ikki kativeshi, ikki xo'jam, ikki xo'jalar avlodi bir dasturxonda o'ltirib, o'zlarining xalqning beshiga kelgan zulm ustida bu zamonda yashash uchun buningdan keyin qanday qilishlari lozimlik ustida yolg'izdan-yolg'iz uzoq so'zlashdi. Mening 3-bo'g'im Ahmadxon xo'jam, sizning 6-bo'g'ingiz Ma'zamzod Tekimni huquq talishib o'ltirib atgan aros, dedi Nezarxon xo'jam uzoq tarixni eslab. Lekin u degan bir tarix, u ishlar bizning bir niyatga kelib, xalqimizni balo qazodan qutuldirishimizga to'salg'i bo'la olmaydi. Mening shu buvamnimi o'z Uyg'urlarimiz o'ltirgan. Biz o'z qo'limiz bilan o'zimizni o'ltirib keldik. Yangzingshin bizning bu ojizligimizdan tazobdan foydalandi. Endi biz sagak bo'lmasak bo'lmaydi. Xo'jam, bugun yig'inga 119 Uyg'ur kelibdi. Har biri 5 dan Uyg'urni tutib bersa, 570 qarindishimiz tutiladi degan gap. So'roq qilindi deganni men bilaman. Qiynaydi. 20 necha xil qiynash usuli bor. Barmog'idan esib, ziqqa o'ltirg'izish. Muzg'i o'ri turg'izib, paylarini tortishtirish, chekisidan qisib, ko'zlarini chashirtib chiqirib yetish, tirnoqlarini yulish, chochlarini bir-biridan yulish, dog'lash, mingisiga mix yeqish, voy, qiynash yo'llari ko'p. 570 odam qiynashga chidamay, qanchadan odamni tutib beradi o'tehi. Siz Dotay, Sovet konsuliga deb baqsingizchi. İşpiyon baq hocam, men sezib turibman. Mening ömrüm uzoq emas. Bu yil 58 ga kirdim. 59 ga chiqishimga ko'zim yetmaydi hocam. Ondaq demisizlar. Belgöchi egisi, toza yomon vaqtida bu Dotaylik silay tegib qoldi. Uni demisimi, lavay, qandoq qilay deylar? Yavsuning degan bir kishi Chiyosingga muavin bo'lib keldi. Shu kishi yan andin kelganlarga-mo, Moskvadan kelganlarga-mo har qandoq gapini aytganligidek. Shu odamga ol aytib baqsaqmikin deyman. Bu xalqning hammasi bir ixlim tursa, chiqib qo'ysa.
Xo'jam qo'lini qilish qilib bo'yniga to'g'irladi. Yo'q hocam. Yavsiling kompartiyaning odamimiş. Junozir bilan yaqinmish. Junozir Shingdobanga qattiq gap qiladigan. Qarasizlar, yangi oqchi tarqatqinni. Yangi oqcha pul paxalligini hal qila oladi hocam. Junozir yana ilida. 6 oyda oltin kollarini echish, oltin hayonkashrini cheklash ishlarini yo'lga qo'yibdi. Shingdoban Junozirning gapi kirgidek, Yavsiling Junozir bilan yaqinmish. Biz ikki ishni shu kishiga desak, Chiyusilinga Shingdoban gap yegizmasa, u boshqa hech kimni ko'zga ilmaydi hocam. Biz haqdan Shingdobanga gap yegizalikdek biri chiqmadi-da. Lavay, ajab biz haqni yotla so'raydik-a? Biz haq dötmu yoki yo'lanchimiz yo'qmi? O'zrimi bilalar hocam. Manju hukmronlarni sizlarning ota-bobollari iminman boshlab kiradi. Ularga g'aldan bilan Amir Sinoni yo'qitish beringlar deb yolurmagan bo'lsa bo'ptikan, qalmoqning zulmi bularningidek bo'lmas edi. Iminman bumiz bularni kirib olib chiqmanglar demagan bo'lg'iydi. Dedi Hekimba xo'jam tartib qo'yib. Jo'ng'arlarning alimi o'tib ketib, turpang'imi, yakangimi tahdid solg'ashqa amalsiz shunda qilgan. Ma'zamzot Hekim Abdurasul bey a'lo xolla manjularni qo'g'ilib etibdi, o'rislar besib kirdi. Heliqi Gasuling degan tunganmi Shingdobanni o'rib atkili tasliq qilgan edi. Unimi yana shu o'rislar saqlab qoldi. Ay hocam, bu Shingdobanning payli yomon, o'rislarg'imi yonidigandek qiladi. U Jiang Yuanjangdan qo'rqibla Stalinning qo'ltig'iga kirdi. Stalinni yoqtirmaydi bu. Ular uzoq to'limi qizg'in so'zlashdi. Oxiri Yavsiling bilan Nizarxon xo'ja so'zlashmoqchi bo'lib, suhbatini oxirlashtirdi. Ular billa xubdan o'qidi. Hekimba xo'jam imomlik qildi. Nizarxon xo'jam qaytib ketgandan keyin Hekimba xo'jam uzoqcha xiyol surib jim o'ltirdi. U o'zidan yosh o'rischa kiyinib, bo'yniga galstuk taqib, soqolni qo'ymay Shingdoban Stalinlarni do'rab burut qo'yib yuradigan bo'dotaga ishonmaydi. Xo'jam hech kimga ishonmaydi. Nemishqa bugun ehtiyojni qayirib qo'ydi, ha? Kim biladi? Shu topda Nizarxon xo'ja Chiyusilingning yeniga berib, xo'jamning bayq so'zlarini aytib, o'zining 5 odamining birinchisiga xo'jamni ko'rsatib berib atamdi texi. Xo'jamning tarix bilan ancha xush yo'q edi. Bugun nim bo'lib 200 yilning oldidagi ishlarni so'rab ketdi, ha? Yavsiling degani xo'jamning piyiga tushgan mashkimi texi. Yaxshi gapni kim qila olmaydi? Yaxshi gap qilganning qo'li pokiz bo'lsa, Shingdobanning ikki qo'limi xo'jamning chiroyli qizi Munavvar buvining qo'ldek oppoq bo'lsa, bo'lmaydimi? Shingdobanning qo'llari kuniga 10 qo'y bo'g'izlaydigan o'qit yaxshi qassobning qo'lidek doimli qon turadi. Xo'jam qirla xas gumonxo'rlik andishi bilan zodila uxlay olmadi. U yana uxlayotgan chiroyli xotiniga hal etmoqchi bo'ldi. Xotini mamluq yostiqni maydisiga tengib uyquga ketgan. U balki tushida yiroqdagi amroq qizi Goharbonum bilan mung'lashayotgandir. Hey bechora ona. Ona bo'lmoqmi, do'tay bo'lmoqmi, zamindor bo'lmoqmi tas? Hech nimasi yo'q yetimchi yoki divonlarning g'ami yo'qmikin tan? U tunugun mutaoli xalpatdan. Xalpatim, siz shahrimizdagi eng taqvodor, eng bilimli cho'ng xalpat. Mo'lni turdi xalpatimdan hisoblaganda siz 7-avlod xalpat. Lavay, aytinga, dunyoda g'amsiz o'tgan odammi bormidi? deb so'ravidi gavdalik soqolli xalpatim odati bo'yicha g'odiyib turib, "Nasu hoda mo'llaning qadrdoning bo'lmasa, qadringni bilmas hech kishi. Qadr bilmas odamning sen bilan nimishi" degan ikki misro she'ri bor. Qadr bilmaslar g'amsiz bo'ladi. Qadrdonlarning g'ami ko'p bo'ladi hocam. Men Abu Abil Anbiya, taqvoidul ilol,
degan kitoblarni yozdim. Shu kitoblarimda g'am, qayg'u, savob izlashning alomati dedim. Amaliy namoz degan kitobimda 106 farzni yashdim. Farzlarni ado qilishning o'zi jabr jafolarni izdeganlik bo'ladi, xo'jam. Odam qilibdan chiqqanlar g'amsiz bo'ladi, deb javob berdi va xo'jamga o'zining 2 misra she'rini o'qib berdi. Ay birodar, 106 farzlardan yoda qil. Ta kirarsan ul qiyomat u behishqi bedilil. 106 farzni ado qilaman degan odam aziz bandi bo'la oladi. Aziz bo'lish uchun bir umr jabri jafo, g'am g'usi bilan yashamoq lozimdir. Xo'jam mutaoli xalbitimni yaxshi ko'radi. U odamga nimani desak bo'laveradi. Lekin Muno Nezarxon xo'jam degan do'tay qandoq odamkin? U payg'ambardek 58 dan 59 ga kirmayman deydi. Amal ömrünün mitsimi nima? Balki u odam do'tay bo'lmay, Muno mutaoli xalbitimdek bog'vanchilik qilgan bo'lsa, yosh turib o'lim vahimisida bo'lolmagan bo'lar edi. O'lim haq, lekin Nezarxon nemish qilsan qilmaydi. Turpanda o'tgan Eminvang uchun o'g'li Sulaymonvang egiz munar turg'izdi. Munarning har bir pallampi 20 metr keladi. Shuncha egiz munar Eminvangning ulug' to'pisining nishonimi yoki bu dunyodan mehrni uzalmaganligining belgisimi? Oltinliqda yotgan bo'g'ulachi. Go'rildigan nima u? Bo'ronmi yoki Ili daryosimi? Xo'jam uxlab qoldi. Ammo tabiat uxlamadi. Bo'ron gurgurmoqda. Qorlar ushmoqda. Daraxtlar qora changallaridan qutulish uchun qattiq silkinmoqda. Zavodlar ulashmoqda. Qurollangan saqchilar, askarlar yem-yepiq darvozalarni asabiylashib qaqmoqda. Xo'jam shirin uyquga ketgan bo'lsa-mu, tabiat uxlamagan, hayot uxlamagan, inson uxlamagan edi. Urumchi shahrining janub, shimol qo'g'i oraliqidagi zish uylardami hayotlik o'z yo'li bilan bormoqda. Ishiklari ham qadimiy Jungu binokorligining ulgilari namoyon qilib yasalgan uylarda haraq ichayotgan, changchili aytayotgan, majang o'ynayotganlar dunyodan beg'am. Shimoliy qo'g'iga yaqin joylashgan Doban mahkamasining o'rmonlik beg'ida qurolliq askarlar tik turmoqda. Ikkinchi qavatdagi keng ozoda uyda qizil o'tuk, harbiy kiyim kiygan mursidagi general polkovniklik pagon, belidagi qilich, tapanchalar bilan surli ko'rinadigan oq yuzlik, qora burutliq, yo'g'on ko'zlari bo'rtib chiqqan, chochlari quyuq va qop-qora, 43 yoshga kirgan sog'lom bir odam tamakisini sho'rab, u yoqdan bu yoqqa gelam ustida mengib yurmoqda. Bu odam boyli kirib o'ziga tap tortmasdilla. Şangdo ben sen mi joyini yaxshi ijro qilaman desingiz, qaynatingizni qo'ljidan yo'tkib eting. Bo'lmasa qo'ljida cho'ng vaqa portlaydi, degan qop yurakni o'ylab qoldi. Shangdo benga hech kim bundoq talaffuzda gap qilolmaydi. So'zligichining orqa tergi Yan'an shundoq cho'ng joymidi, ha? Leyanchi, dedi Shangdo ben varqirab. Xo'p. Sirtda bayatin buyruq kutib turgan vejik, do'ng qapoq, surlik harbiy boshliq qattiq varqiradi. Va uyga kirib Dobanga 2 putini juplab chas berdi. Hozirlik o'jig'ma, dedi Shangdoban soqchi boshliqqa buyruq berib. Neliq tog'larda qurolliq banditlar paydo bo'ldi. Qo'lji baylari pul chiqarib Qashqardan kirayotgan qurol atkazchilaridan Angliya qurollarini setib olib banditlarni qurollantiryapti. Bizning Nezarxon do'tayni kuzatayotgan naqs odamlarimiz bor. Berib shular bilan so'zlash. Yuqori ahvollarni obdan igila. Shu bo'lay, menga yaxshi gapni qiladi. Xizmat qobiliyati, o'sharlik tuban. Apyon chekidu, qirg'ini qormay, xotin parast. Uning ustidan Sovet konsulimi, Jungu kompartiyasining odamlarimi menga nurg'un ishlarni aytdi. Uni yo'tkab kelmasak bo'lmadi. Uning o'rniga ayliqi Yovsilingni qo'ymoqchiman. Ahvolni obdan igilab kel, gumonim bor. Xo'p, Doban janoblari, men hozirlamoqman.
Deyinchi sharq shimolliqlarga xos sadoqatmanligi, chabdasligini ifodalash uchun yana bir qitim tik turib chas berdi. Iraq tizimli qili. Mana do'gan janoblari. Deyinchi qo'lidagi qattiq tashliq daftarni ochib, bir varaq uzun qog'ozni oldi. Shansay qog'ozni elib, ustal chiroqlari bor alohida yeziq ustili keldi. Sinchilab qarab chiqib bir nechasiga belgi urdi. Bular ölüm cezası beriladiganlar derhal türmege tashlansın. Ularga bunu ikkisini qo'shib qo'ydim. Ati 54 odam uzaydigan bo'ldi. Tunigun 48 odam edi. Ko'payyotydi demakchimisan? Ya, aksincha surat mening mo'lcharimga yetmadi. Kichik ko'lamli jangda bu kuniga 100 odam o'ladi. Bizning jangimiz kichik jangdimi kichik bo'lyapti. Aldirma, cho'ng jang oldimizda. Dedi Shangdoban qo'lini ko'tarib. Bu uning chiqib ket degani edi. Linchi chiqib ketgandan keyin u Chefogran devidi muhofazachisi bo'sug'i tik turib, "Xo'p", dedi. "Malikova kirsin." Hayal o'tmay seriq chash, ko'k ko'z, oq, suzuk bir qiz bo'sug'ida paydo bo'ldi. Mağamda çoluğunuz tegdimi, Shangdoban? deb nazlandi qiz Hanzuchi chiroyli so'zlab. Tunte huzur, nechi Malikovaga yetdi. Seriq chach qizni ko'ribla uning yodiga 1938-yil yozda Stalin bilan ko'rishganligi. Stalinning uni maqtaganligi yodiga keldi. Shangdoban kompartiyaga kirishni o'tirg'i qo'yib edi. Stalin avval kommunistik internatsionalizmga kiring degan edi. Shinsay Stalinning oldidan ikki putini juplab chas berib, "Men Shinsay kommunizmga sodiq, Stalinga sodiq jangchi. O'lgicha sotsializm, kommunizmning dunyoviy g'alabasi uchun kurash qilaman" degan edi. Chiyozumjun sizning qiynatdingiz. Uni siz hurmatlaysiz. Lekin o oqsoqol ilida xiyonatchilik qilib, xalqinicha odam o'ldirib, fuqarolarning mol-mulkini talon-taroj qilib, sizning obrazingizda bulg'imoqda. Gunohsiz kishilarni tutadigan, qamaydigan qilmishlaringizni vaqtida tuziting. Navada Chiyosning Sovet ittifoqida bo'lgan bo'lsa, Stalin uni etib bo'ladi. Sizning uni qanot ostiga oladiganligingizni Stalin anglab qolsa, Shangdobanning yodiga Stalinning yirik buruti, qashir ostidagi yo'g'on sirliq ko'zlari keldi. Uning badani muzladi. O'zining ustozi Leninning yiqillarini ayamagan Stalin uni ayab qo'yarmi? Yo'q, ayamaydi. Kim biladi, buni seriq chat chiroyli qiz Stalinning uni kuzatishga avatgan odamimi texi. U qizning nozik bellarini tutib, uni o'zining xonasiga asta elib mangdi. Ular uxlab qoldi, lekin hayot uxlamadi. Tabiat uxlamadi. G'o'lja shahrining bir uyda hali ham chiroq yeniq. U yerda Rusulov Nuriy so'zlamoqda. Anglayotganinglar Biliq to'ridan anglatilayotgan ovozli asarlar sahifasi. Rusulov egiz, o'ruq, dimchagrak, ko'zoynak taqib olib, xiyol bilan yerga qarab mangdigan odam. U G'o'lja shahrining Qozonchi mahallasida olmaliq beg'aba yoz kunlari eshik oldida bir eriq suv eqib turadigan, to'limi pokiz, to'limi jimjit, yo'g'on darvozali qo'ylining qibla temidagi kichik ikki qiz uyida ijaraga o'tiradi. U gimnaziyaga piyoda boradi. Muallimlar ishxonasiga kirdida tiklimi aynakka qarab, karshinmay kostyum burulkisiga yarashgan qizg'ush galostikini tuzashtiradi. Hech kimga gap qilmay, o'zining o'rindiqida o'ltirib, o'tadigan darsni ichida yana bir qatim takrorlaydi. Qo'ng'iroq jiring qilinish bilanla u 8-sinfning eshigi oldida paydo bo'ladi. Uning turmushimi, ishimi, fikr xayolimi o'zi tuzgan tartibga qattiq amal qiladi. Rusulov apandim, dedi tantarbiya muallimi uning bilan cheqishmoqchi bo'lib. Sizning ismingiz nima ekan? Rusulov desangiz bo'laveradi, dedi u miqdi kulib qo'yib. Yo'q degan familiya-ku, ha? Shundoq. Ismingiz-chi?
Rasulov. Dadingizning ismi Rasulovmi yoki buvingizning ismimi? Rasulov. Hammasi Rasulov. dedi u bu qitim so'qoqla qilib. Tantarbiya muallimi jimib qoldi. Boshqalar bir-biriga qarishib qo'ydi. Hech kim ortiq gap qilmadi. Hamma odam biladi, bu odamdan boshqa javob chiqmaydi. U odam qachon qayerdan kelgan, nada o'qigan, nimishqa bilimi shuncha mo'l, nimishqa 47 yoshga kirgich o'ylanmaydi, uning millati zodi nima? U uyg'urcha, qozoqcha, o'zbekcha, tatarcha, ruscha, hatto xanzuchani so'zlay oladi. Nadan savol so'rasang javobi tayyor. Odamlarning tarjimholi zo'r voqealarni yil, oy, kunlargacha shuncha tez deb bera oladi. Tarix, falsafa, jug'rofiya va boshqa ijtimoiy fanlarni, tabiiy fanlarni puxta biladi. Hozir bilim yurtidagi muallimlardan hech kim u bar yerda biror ilmiy masala to'g'risida gap qilolmaydi. U bir sirliq odam. U bir lug'at qomus. Uningga hammaning hojati tushadi. Hamma odam uningdan ayminadi. Uni hurmat qiladi. U mudir ishxonasiga kirib qolsa, hech kimga midirlab qo'ymaydigan surlik mudirmi o'rindan turib ketadi. Uning muomalasi siliq. Kechiring degan so'zni bu yerga Rasulov tarqatdimikin? Ovozimi yaqinliq. U dars so'zlasa, o'quvchilar vaqtning qandoq to'shib ketganligini to'ymay qoladi. U ko'chadan hech kimga qaramay ishtik mansa, odamlar bizga bir qarab qo'ysa deb armon qiladi. Uning gapini anglashga hamma odam tashna. Lekin u bir necha odam bilan ozoda so'zlasha oladi. Mana shularning biri mush yosh yigit Nuri. Nuri bu muallimga bir parcha maqolasi bilan yarab qolgan. O chaqda Rasulov Nurining sinifiga adabiyot darsi kiratdi. U qo'liga hech narsa olmasdilla Lermontovning Zamonimizning qahramoni degan kitobni so'zlab berdi. Ballar qiziqib anglashdi. Rasulov muallim oxirida sizlarmi Zamonimizning qahramoni degan temada asar yozib kelinglar deb topshiriq berdi. Yana bir qadimgi darsda muallim daftarni ko'tarib Nuri Ziyoddin kim? dedi. Men, dedi Nuri o'rindan turib. Yotoqdimi? Ha, efendim. 6-soat darsdan keyin qiroatxonaga kirib. Nurining qisqa hikoyasi muallimga yoqqan edi. Nuri bir at uchun vahshiy dushmanning ichiga kirib, necha yillab kurash qilgan Muxtar cho'ng dadasini zamonimizning qahramoni deb tasvirlagan edi. Bizga hozir mana shundoq o'zi yaxshi ko'radigan narsa uchun jinni tikalaydigan mardlar kerak, dedi muallim Nurining mursiga urib. Ona tuproqning bir tal giyohi, bir tal teshini jinnidan aziz ko'radigan mardlarimizdan mingi bo'lsa edi. Muallim hayajon bilan qiroatxonadan u yoqdan bu yoqqa mandi. U atsi Nurining hikoyasini sinfda o'qitdi. Uningda qo'lidan kitob tushmaydigan dehqon bolasiga ishonch, umid paydo bo'lgan edi. U Nurini o'z uyiga boshlab bordi. Uning ichkarigi uyida birli karvat, bir ustal o'rindiq, bir gitarla bor edi. Qolgan yerlarga pallardan taxt yasab kitoblarni tizib etgan edi. Tashqarqi kichik dalonda supa, sutuni va bir necha sanduq bor edi. Muallim Nuriga uyning bir ochqichini berdi. Nuri uyga suv to'shib, o'tqalab qo'ydigan, kitoblardan xoligan o'qiydigan bo'ldi. Nuri uchun Rasulov dunyodagi eng mukammal odam edi. U Rasulovning deganini ulug' kitoblardagi haqiqatlardek muqaddas bilatdi. Uning qil deganini qilatdi. Uning mijoz xulqi, axloqini do'riyolamla yaramli odam bo'la olmayman deb o'ylaydi u. Mana bugun yakshanba atdigandala u Rasulovning uyiga keldi. U Rasulovga dadasi bilan kechada Qosim Mirabning uyiga kelganligini, Sabiha to'g'risida gaplarni Qosim Mirabga deganligi, Qosim Mirabning atisi otlanib bu gapni deyish uchun Hekimba xo'jamning qishig'iga kirganligi, xo'jamning bu ishni Nizarxon xo'jamga deyish zarur deganligi, qizini xo'jam o'zining kichik qizi bilan o'rdada saqlayotganligini ma'lum qildi. Rasulov qo'shimsini turdi.
Siz o qiz bilan muhabbatlashganmi? Shunda. Bilqut xazinasi, dedi Nuri qizirib yerga qarab. Men sizga bundaq ishdan o'zingizni qo'g'dang degan edim-ku. Jiqtirishdim, ammo qo'limdan kelmadi demoqchimisiz? Siz hayot yo'lida bir necha qadam chekindingiz. dedi Rasulov jimjitlikdan keyin uyning ichida mengib yurib. Hali ham to'g'ri hal qilsangiz yo'l uzun. O qiz hozir xavf ichida. 3 kun to'chidi. Vahshiy bo'rilar uningga tashlanadi. U qo'g'dashga muhtoj. Cho'ng dadamning qarigir etidan Sabiha qimmatli apandim. Siz uni qo'g'dashga jinimni otidim demoqchimi? Uning butun ishonchisi menda. Yaxshi, dedi Rasulov Nuriga tikilib qarab qo'yib. Uni birlikda qo'g'daymiz. Sizlar emas, biz hammamiz. Biz degani kim? Nuri cho'qchilab so'rashga paytin olmadi. Siz uydan chiqmang, men kechroq qaytib kelaman. Rasulov qalin paltosining yoqasini ko'tarib qo'yib taloqqa maqdi. Ov go'shtni sho'rib selib qo'ying. Ana, nonmi turibdi. Takrorlayman, uydan chiqmang. Nuri qozonga go'shtni selib o't yoqdi-da, kitob o'qishga kirishib ketdi. U qozonning qaynab, so'g'ilib, o'tlarning o'chib qolganini, qo'rsqining oshqanligini, talaning tun pardasi bilan qoplanganligini to'ymay, kapitan qizining ichiga kirib ketgan edi. U Pugatyevni ko'nglida g'ani o'g'riga o'xshatdi. G'ani kam uxsa kaskin gap qiladi deb o'yladi u mashga qaytadan o'tqa olib yetib. Uning xiyoliga fojiaga yo'liqqan kapitan qizi kirib oldi. Bu kapitan qizi Sabiha, yigit Nuri. Pugatyev g'ani aksi. Uning xiyoliga Sabiha kelish bilan uyda o'ltirolmay qoldi. 2 kunning oldida dadasi ularni xaltar ot bilan Qosim Mirabga topshirib qo'yib, uyiga piyoda ketdi. Qosim Mirab otni malaylardan Abdumar Mingbegining shahardagi uyiga kirgizib berdi. Malay Mingbegiga "To'nimaydigan biri otni bizga akilib berib ketdi. Qizingizni nadirkin demadi" debdi. Mingbegan xafa bo'lib malayni tillabdi. Asiya xonim yig'labdi. Bu chaqcha Chiuslangning bolasi xabar topdi. U cho'qim izdavatdi deb o'yladi Nuri ralla bo'lib. U sirtqa chiqay desa Rasulovning chiqma degandan qo'rqdi. Chiqmay desa Sabiha nim bo'lgandi? G'ojam dadasiga topshirib bergan bo'lsa, u hozir Urumchining yo'lidimi yoki Chiuslangning bir maxfiy uyidimi degan xiyollar bilan azoblandi. Uning ko'z oldiga Sabihaning chuvilgan seriq chochlari, yirtilgan kiyimlari, ishig'an qapoqlari, yoshliq ko'zlari kadida uydan ho'yliga yugurib chiqdi. Nalardadir odamlar varqirishatdi, yig'lishatdi. Otlar do'pirlishatdi, miltiq ovozi kelatdi. Qopqorong'i tun qo'ynida nimalar bo'layotganini u bilmaydi. U yana har bir yig'in qatnashchisiga o'z millatining 5 dan gumonliq odamni ko'rsatish vazifasi yuklanganligini, shu tun qo'ynida yuzlab odamning tutilganini, Urumchidan alohida askarlar kelib shaharda qattiq oqtirish, tutish elib berayotganligini, qanchilgan savoqdoshlari muallimlarning turmaga kirib bo'lganini, mush ko'chadami qurolliq askarlar uyma-uy kirib odam tutib yurganini bilmaydi. Darvoza qattiq urildi. Nuri darhol chiroqni o'chirdi-da, uyning sirtidan quluplab, darizdan uyga kirib darizlarni mahkam atdi va sirtdagi vahimlik ovozlarga quloq soldi. "Ishnoch!" dedi birlari qattiq varqirab. Uy egisi qeri imom jinchiroqni ko'tarib peshayvonda paydo bo'ldi. "Mana!" deb varqirada u kashini shipildatib berib darvozani g'ijildatib ochdi. O'ylagan guldirilishib odamlar kirishdi, varqirashdi, taraf-tarafdan oqtirishdi. Mana Rasulovning uyigami odamlar keldi. "Bu nima? Apandimga ijaraga bergan. O qani? Bo'ytaq odam og'inlarniki ketgan o'xshaydi. Och! Oshqush o'zida. Oshdaymi? Oshqush menda yo'q. Qo'lni bos." Biri qulupni palti bilan o'rdi. Nuri dalanning baq qaraydigan darizini ochdi-da, baq sakrab tushib, darizni yepib qo'ydi.
Uyga saqchilar besib kirdi. Qog'ozlar yirtildi. Kitoblar talog'i tashlandi. Birdanla hovlining o'ttirisida gulxan paydo bo'ldi. Xelidan keyin o'yli jimib uy egisi darvozani atdi. Nuri bog'dan o'yliq chiqdi. Kitoblarga o't qo'yilgan. Rasulovning sanduqlari cheqilgan. Hamma nima malaman qililgan edi. Hamma tartquloq Nuriga kelandi. Nagili borsa, kim bilan yaqinlashsa, shu yerda balo qazoba. Taqdir uning bilan aytishamdi, ha? Mana bayla Rasulov bilan chiroyli gaplarni qilishib, qalbi shodlik va umid bilan to'lgan edi. Mana birdamdili ko'ngli g'ashlik, seg'inish, vahima va nafrat bilan o'rtanmoqda. Amdili 17 yoshga kirgan bir bola oilasidimi, maktabidimi, jamiyatdami xushallik topolmasa, bu hayotning heliqi go'zal nurlarini zodi nadikin? Uning xeli ko'p do'stlari bu nurni izlab topolmay, birlari qochib, birlari yo'l tepib Sovet ittifoqiga, Turkiyaga ketishdi. Ular chet ellarda izdiginiga erishalamdikin. Bu yerdagilar orzu qiladigan osh yerlardami odamlar nijotlik izlab bu yerga qochib kelyotdi dexe. Dunyoda hamma odamga ko'ngillik to'yiladigan makon yo'q o'xshaydi. U o'qimagan, opsi vafot bo'lmagan bo'lsa, balki o'z mahallasida xushal-xoram yashagan bo'lar edi. O'qidi, oshiq bo'ldi, adolat uchun intildi. Bu go'zal narsalar mana endi uning aromini buzdi. Uning qalbini bo'g'di. Hayot yo'lini etib qo'ydi. Nuri xiyol bilan o'yladi, uzoq mangdi. U muzladi. Charchab qattiq asnadi. Rasulovdan texijali shapi yo'q. U oxiri hang'irqay o'chiq turgan qo'rqinchli uyga kirdi. Kitoblarning yirtilgan batlari, sanduqdan tashlangan kiyim-kechaklar hamma joyda chechilib yotadi. Uning uyini yig'ishtirg'isi kelmadi. Rasulov qaytib kelsa, mush ko'rinishni o'z ko'zi bilan ko'rsin deb o'yladi u. U chiroqni yondirib o'zining bajimgirini izladi. Baya u bir shibletni putiga sepib chiqib ketgan edi. Uning ko'ziga bir rasmga tushdi. Rasmda Rasulov qisqichoch, chiroyli bir ayol bilan kulib turardi. Bu kimkin? Rasulovmi kuladigan-a? Savoqdoshlar uningga kulmaganlik uchun Gorgi deb laqab qo'yib olgan emasmi? Uni kuladigan-ku. Uni shuncha xush qilgan bu ayol uning nemasikin? Ayolga sinchilab qarab edi, uning chiroyi Nuriga tonishdek bilindi. Bu Asiya opayga o'xshaydi ekan-ku, ha? Dedi u ajablanib. Rasulov Asiyaning yeliqi etilib ketdi degan eri bo'lib qolsa-chu. Ilohim shundoq bo'lsa-kan, Nuri shundoq bo'lishini to'liq arzu qiladi. Uni biz qo'g'daymiz degan edi. Rasulov Sabihaga kelgan xabarni anglab, biz degani zodi kimlarkin? Beliqut şirketida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur xalqining faxrlik yozuvchisi Zordun Sabirning Xinjiang yoshlar o'smirlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Ana yurt nomli romanini bugun mushergacha anglatdik. Davomini atga anglitishimizda davomli anglatamiz. Bu roman Xinjiangning har qaysi joylaridagi Shenhua kitobxonalarida sotiladi. Do'stlarning bu romanni sotib olib saqlab qo'yishini alohida tavsiya qilamiz. Xazinesi Uyg'ur xalqining urf-odat, mashhur shaxs, tibobat, maqol tamsil, cho'chak, rivoyat qatorliq Uyg'ur madaniyat xazinesidagi bebaho go'harlar. Karton ilpa, qonun nizom, ishorat tili, tan tarbiya, fizika, ximiya qatorliq 600 dan ortiq kasbiy sohadagi Uyg'urcha, xanzucha, ingliz 3 xil til, 6 milliondan ortiq so'z, ovoz ham surat bir gavdalashtirilgan kompyuter yumshoq detali. Bilmaganni Bilqutun bil. Bilqut xazinesi